Dünyadaki nesivingizni unutmang. Abdori Abdullah al-Imadi. Tercüme qilguvchi Hilal. Allah Taala Qasr surasida mundaq deydi. Allah sana bergan boylik bilan oxirat yurtini tilagan. Dunyoda nesivangni unutmagan. Allah sana yaxshilik qilgandek, sen Allohning bandalariga yaxshilik qilgan. Yer yuzida buzg'unchilik tilamagan. Allah haqiqatan buzg'unchilik qilguvchilarni do'st tutmaydi. 77. ayet. Köpünçimiz bu ulug' ayetning dunyodagi nesivangni unutmag'in degan qismini dunyoda mubah bo'lgan bola chaqa, pul mol, foyda manfaatlarni o'z ichiga olgan havoyi havas va izitqulardan huzurlanishga bo'lgan bir da'vat deb tushunamiz. Amaliyotda ish o'ylaganimizdek u darajada keng doiralik emas. Bo'libmi, ayetning beshi bu dunyoda ega bo'lgan narsalar bilan u dunyolik hayotimizga mablag' silishning ahamiyatini bayon qiladigan bir da'vatdan iboratdir. Allah sana bergan boylik bilan oxirat yurtini tilagan. Ya'ni Allah sana ato qilgan yaxshilik va ne'matlarni tilagan deb bo'lgandan keyin to'liqlamasi dunyodagi nesivangni unutmag'in. Bu yerda cho'nqur bir o'ylanishga ehtiyojimiz bormi qandoq? Belkim bu iki meseleni qandaq tamponlashtiramiz deb so'rashingiz mumkin. Javob tövendeki qurlarda tafsili so'zlanadi. Qani marhamat. Ko'rib turganimizdek ko'pinchimiz dunyo amallari bilan mashg'ul bo'lib, oxiratligimizni unutmadik degan taqdirdami, oxiratimizni unutib qolayli deyotimiz. Yoki dal aksicha oxiratligimiz uchun bak cho'nqur o'ylanib ketib, dunyodagi nasibimizni unutib qilyapmiz. Hatto charchab bo'shab qilish yoki zirkib qilish darajasiga yetish girdobig'a birib qilyapmiz. Agar bu hissiyot bir mezgildan keyin nafsimizga tarab ketsa, Allah rahim qilgan ozg'ina kishilardan boshqa kishilarni ostin ustun qilib, keyniga yondirib o'tishi mumkin. Ya'ni xulosalab aytganda, mashg'ullik sababidan qibla nomimizni yo'qotib qo'yyapmiz. Bireylarni dunyoning mubohlari va cheklamalariga parvo qilmasdan haddidan ziyoda o'zini urg'on ko'rsangiz, yana bireylarni oxiratligi bilan munosabati bor har qanday ishda oshirib o'tganligini ko'rasiz. Bundaq qilish o'z nafsiga bo'lgan ortiqcha bexillikni keltirib chiqaradi xolos. Aslida diniy va dunyoviy hayotimizda bizdan talab qilindig'ini oshirib o'tish va normalsizlik emas edi. Dinimiz o'ttir hal yo'l tutishni targ'ib qildigan din. Ya'ni normallik yuqoridagi oyatda bayon qilingan iki da'vatning g'oyasi. Dunyoda o'zingizda bor bo'lganni, nafsingizni rohatlantiradigan har qanday yaxshi amallarga mablag' solgan bo'lsangiz, shu vaqtning o'zida o'sha amallar bilan oxiratdagi kelgusingizni barpo qilgan bo'lasiz. Alloh taolo bizning dunyodagi nasibimizni unutib qolmasligimizni, dunyo hayotimizni yaxshi amallar, vazifalar, oxiratning halovati uchun dunyoning halollaridan huzurlanishning orasini tangshashni tavsiya qildi. Ishlar dinimizda mushu bo'yicha ochiq, oson mangdigan bo'lib, ko'p inchikilab sharhlashning hojati yo'q. Dunyoringizni oxiratingiz uchun mablag' siling. Ati uchun mablag' silish shaksiz to'limi ahamiyatli bir ish. Mayli u ata dunyoviy kelgusingiz bo'lsin yoki oxiratlik kelgusingiz bo'lsin. Har ikkilisi muhim o'rinda turadi. Oliyjanob Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam bizni dunyo va oxiratning yaxshiligini tilab duo qilishimizga buyurdi. Bu yerda maqsad qilinayotgani albatta yaqin bo'lgan dunyoviy atimiz emas, balki oxiratligimizdir. Men oxiratligimizni yiroq demayman, balkim u dunyoligimizdan yaqin bo'lishi mumkin. Chunki ajal Allohning qo'lida. Insonning oxirati vafot topgan shu vaqtdan tortib boshlanadi. Umumiy jihatdan temimiz vaqt ustida to'xtalgandan bakrak bugun va hozirgi ahvolimizni oxiratimiz uchun qanday mablag' silish ustida to'xtaladi. Oxiratimiz uchun mablag' silayotgan bu jarayonda Qur'on bizga o'rgatgan dunyo nasibimizni unutib qolmasligimiz, jamiyatning havoyi havaslariga bo'ysunib, u tarafga yurib ketmaslik sharti ostida bo'ladi albatta. Musulmonning arzusi har turlik mol dunyo to'plash, dacha uylarni silish, uyning oila jazolarini, mashina telefonlarini har 2 yilda bir almashtirish, o'zini yilda bir sayohatga zo'rlash, xilma-xil tijoratlarning orqasidan yugurish, o'z diniy yoki dunyosi badaliga paloni pustonlarni rozi qilish, jamiyatning izzat-qo'luriga agish emas.
Hammamiz bu nuqtalarni mulohiza qilib yashab baqqan va balkim ko'pinchimiz hammaga bo'lmasimi ba'zi nuqtalarga mubtalo bo'lib qolgan bo'lishimiz mumkin. Undaqda bir musulmonning yuqoridagi havoyi havaslarning hammasiga mubtalo bo'lishi aqlga muvofiq emas. Nima demsiz? Chunki inson aslida mangulik bo'lgan, baqiy qoladigan oxirat hayoti uchun yaralgan. Bu dunyo vaqtliq mol dunyo, foyda manfaatdan boshqa narsa emas. Hayot hammasi har xil tajriba sinaq va imtihondir. Bu bir o'zgarmas haqiqat. Bu haqiqat musulmonlardan ashu sinoqlarga aql idrok bilan muomala qilishni, o'zining butun kuch-quvvatini va borlig'ini oxiratligi uchun sarf qilishni taqozo qiladi. Bir uyga ega bo'lsangiz, halol juftingiz bo'lsa, solih farzand tilasangiz, tijorat qilsangiz, halol mol orqali pul topsangiz tamoman bo'ladi. Hatto butun dunyoni sayohat qilib kashf etsangizmi hech qisi yo'q. Ammo bularning hammasi birinchi g'imingiz yoki oxiratligingiz badaliga bo'lib qolmasligi lozim. Balki qachonki fursat topsangiz, shularni oxiratdagi kelgusi planlaringiz uchun yordamchi qilsangiz bo'ladi. Albatta, siz dunyo va oxiratligingizga foydali bo'lganini bakrak bilasiz. Xulos kalam, dunyoningiz oxiratingizga boshlaydigan yo'l. Siz bu yo'lning mudiri. To'g'ri, jonliq usul orqali idora qilsangiz, oxiratda parlaq, shonliq natijaga erishasiz yoki aksicha idora qilib, aksicha natijaga erishasiz. Siz o'zingiz qaror berguchi ham u qarorni yurgizguchisiz. Kunlarimiz sanoqliqlar. 100 yillab yashab ketsakmi, hayotimiz burunqi ummatlarning umriga silishtirganda sanoqliqla kunlardan iboratdir. Qisqagina bu vaqtimizni oxiratlik manfaatimizga ishlatmay zoya qilib o'tish mantiqiga uyg'un emas. Har qanday bir aql egasidan qisqagina bu hayotida haddidan oshirib o'tmaslik, oxiratlik uchun tirishish, dunyodagi ish harakatlarining oxiratga sog' salomat yetib olishiga vasila bo'lishi va ularning orasida kamchilik yoki haddidan oshirib o'tish bo'lmasligi talab qilinadi. Ba'zilar qisqagina bu hayotimizda bir-birimizni yomon ko'rishning nima ahamiyati yoki boshqalar bilan birlikda kichikgina manfaatni deb atrofimizdagilarga zulm qilishning nima ahamiyati? Ba'zilarimizni ota-onasidan tinishqa, ularni qaqshtishga zo'rlaydigan yoki yomon ishlarni tarqitib, yaxshi ishlarni ozlatib, qo'shnisiga aziyat beradigan va yoki munkar, harom ishlar va shuningga o'xshab ketadigan kundalik hayotimizdagi atrofimizda tarqalib yurgan jamiyatdagi har xil ko'rinishlar bilan ba'zida bilib bilmay agishib qilib huzur his qiladigan bu qisqagina hayotning nima ahamiyati deb so'rashi mumkin. Maqolaning xotimasi o'rnida ba'zi ahamiyatlarni so'zlab o'tsam. Bu qisqagina hayotning ahamiyati uning qimmati va haqiqatini tonishda. Chunki ashu tonish bizning hayotga bo'lgan ko'z qarashimizni o'zgartirish va to'g'rilashga inchkilik bilan tushunishimizga ittirgich kuch bo'la oladi. Biz bu orqali havoyi havaslarimizning ustimizdan hukm qilishiga va hayotimizni idora qilib olishiga yo'l qo'ymaymiz. Hayotimizning yeb ichish, ko'payish, mol dunyo to'plash qatorliq uchunla emasligi, Allohning bizni yuqoridagi ishlar uchunla emas, balki shu ishlarni tixmi buyuk, katta tasavvur qilishimiz ta'sirroq bo'lgan yana bir ish uchun, ya'ni oxiratligimizga vasila bo'lish uchun yaratganligi muqarrardir. Bu dunyolik hayotimiz tugumas, abadiy bo'lgan oxiratligimizga yetkazadigan bir ko'rikdan boshqa narsa emas. U hayotimizni bir necha qur orqali ifodalash yoki sifatlash asla mumkin emas. Ammo biz shuni jazm qila olamizki, qisqagina bu hayotimiz orqali oxiratligimizga xolis amallar bilan yetishimiz haqiqatan loyiqdir. Alloh taolo har doim va abadiy har qanday go'zalliklarga kepildir. Alloh bizga yetarlik va bek yaxshi vakildir.